Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz ma'lumotlar bilan ishlaganimizda ba'zan xodimlarning bugungi kunga nisbatan yoshini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bunday vaziyatda razmdat funksiyasidan foydalanamiz. Tenglikdan so'ng razmdat so'zini Excel'ning asosiy funksiyalari ro'yxatidan chiqmasa-da qaysarlik bilan yozamiz. Razmdat funksiyasi Excel'ning asosiy funksiyalari ro'yxatidan chiqarib tashlangan. Buning sababi bo'lishi mumkin agar funksiya hujjatlarda kam ishlatilganligi yoki qandaydir xatolik mavjud bo'lsa, eski funksiya sifatida yashirinadi. Lekin bizning ushbu vaziyatda yoshni aniqlashimiz uchun juda qulay funksiya hisoblanadi. Avvaliga xodimning tug'ilgan kunini belgilaymiz. Bugungi kunga nisbatan xodimning yoshini aniqlashimiz lozim bo'lganligi uchun сегодня formulasini yozib ketamiz. Keyin esa bizga aynan yil formati kerak bo'lganligi uchun qo'shtirnoq ichida yil formati, ya'ni y ni belgilaymiz. Agar bizga kun format kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'shtirnoq ichida d harfini qo'yamiz. Oy format kerak bo'ladigan bo'lsa esa qo'shtirnoq ichida m harfini qo'yishimiz lozim bo'ladi. Ko'rib turganingizdek xodimning bugungi kunga nisbatan yoshi aniqlandi. Endi esa formulani pastga tomon tortamiz.